Men ismim Abdurahmonov Muhammad Qobil, Andijon davlat tibbiyot institutining 3-bosqich talabasiman. Bugungi mavzuyimiz gipogligemik koma haqida qisqacha ma'lumot beraman. Gipogligemik koma bo'lsa, qonda glyukoza miqdorining keskin kamayishi, ya'ni ongning yo'qolishi, ongning yo'qolishi bilan kechuvchi holat. Bunda asosan qandli diabet bilan kasallangan bemorlar uchraydi va o'z vaqtida yordam bermasa jiddiy kasalliklarga olib keladi. Kemani chegaralari, ya'ni gipogligemik qonda glyukoza miqdorini 3 millimoldan past bo'lganda, ya'ni 3 baland bo'lganda Bundan tashqari bir qancha klinik belgilar ham namoyon bo'ladi. Chuqur koma bosqichi bo'ladi. Bu koma bosqichida ong butunlay yo'qoladi, hayot uchun xavf tug'iladi. To'liq hushdan ketish, mushaklarning bo'shashi, reflekslarning yo'qolishi ham kuzatiladi. Tana haroratining pasayishi, nafas va yurak faoliyatining susayishi bilan kechadi. Bundan tashqari klinik belgiga asoslangan tashxislarni ko'rishimiz mumkin. Bunda bemorda gipoglikemiyaning asosiy simptomlari terlash, titroq, bosh aylanish, hushdan ketishlarni ham ko'rishimiz mumkin. Vrip tetradasini baholanadi. Bunda qonda glyukoza miqdorining pasayishi bo'ladi, 3 millimoldan past bo'ladi. Gipoglikemiya simptomlarining mavjudligi bo'ladi va glyukoza yuborilgandan keyin simptomlar yo'qolishi kuzatiladi. Laboratoriya tahlillar qondagi glyukoza miqdorini o'lchash ekspress tahlil yoki laboratoriya usulida amalga oshiriladi. Insulinning darajasini baholash, insulinoma yoki insulinning giperdozasini istisno qilish mumkin. Bunda S-peptid tahlili, bunda endogen insulin ishlab chiqarishni baholash kerak, ya'ni bunda insulin ishlab chiqarishini tekshirishimiz kerak. Glyukozani bardoshlilik testi, bunda gipoglikemiyaning turini aniqlash biz uchun zarur hisoblanadi. Jigar va buyrak faoliyati tahlillari gipoglikemiyaning sabablarini aniqlashimiz mumkin. Diagnostikasi, laboratoriya tahlili, qonda glyukoza miqdorini ekspress tahlil yoki laboratoriya usulida tekshirganimizda insulin darajasini aniqlashimiz kerak. Insulinoma yoki insulin giperdozasini bilishimiz kerak. S-peptid endogen ishlab chiqarishni baholash, glyukozani baholash testi va glikemiyaning turini aniqlash, jigar va buyrak faoliyatida glikemiyaning sababini aniqlashimiz kerak bo'ladi. Bunga davolashimizda aslida birinchi yordam bo'lishi kerak. Yengil holatlarda bemorlarda tez hazm bo'ladigan uglevodlarni berishimiz kerak bo'ladi. Va og'ir holatlarda esa hushsiz bo'lganda yonboshlatib yotqizish va zudlik bilan tez yordam chaqirishimiz kerak bo'ladi. Glyukoza inyeksiyasi, agar bemor hushsiz bo'lsa yoki vena ichiga dori yuborish imkoni bo'lsa, mushak ichida 1 ml glyukogen gormoni yuboriladi. Kasalxonada davolash bo'lsa, glyukoza eritmasini yuborish, ya'ni 40% glyukoza eritmasini vena ichiga yuborishimiz kerak. Elektrolitlarning balansini tiklashda kaliy, natriy va suyuqliklarning o'rnini qoplash uchun infuzion terapiya o'tkaziladi. Giperglikemiya sababini aniqlashda insulinoma, jigar kasalliklari va dorilar bilan bog'liq giperglikemiyani bartaraf etishimiz lozim bo'ladi. Profilaktika va uzoq muddatli nazorat, qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda insulinni to'g'ri baholash, ovqatlanish rejimini nazorat qilishimiz kerak bo'ladi. Biz jigar va buyrak yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda asosiy kasalliklarni davolash, muntazam tekshiruvlarni olib borishimiz kerak. Gipoglikemik dorilarni qabul qiluvchilar dozasini shifokor tomonidan nazorat qilinadi. Gipoglikemik komani oldini olish choralari, gipoglikemiya xavfini kamayish uchun quyidagi profilaktika choralarini qo'llashimiz kerak, ya'ni to'g'ri ovqatlanish kerak, ya'ni biz berib turgan ovqatlarning tarkibida kaloriyasi glikemik komaga tushib ketmasligi uchun kaloriyasi yuqori bo'lishi kerak bo'ladi. Muntazam va muvozanatli ovqatlanish, ikkinchi 3 asosiy va 2 ta yengil taomlarni qabul qilishimiz kerak, berishimiz kerak bo'ladi. Uglevodlarga boy ratsion tuzishimiz kerak. Bemor uchun, ya'ni grechkali ovqatlar, suli yormasi, mevalar va dukkakli o'simliklardan tayyorlangan ovqatlarni berish tavsiya qilamiz berishni. Alkogol va tez hazm bo'luvchi shirinliklardan haddan tashqari iste'mol qilmaslik kerak. Ya'ni bu giperglikemik komani avj olishini kuchaytiradi. Qandli diabet bilan og'rigan bemorlar uchun tavsiyalar, ya'ni insulin, gipoglikemik dorilarni shifokor tavsiyasi bilan muvofiq qabul qilish kerak bo'ladi. Qondagi glyukoza miqdorini muntazam nazorat qilib borishimiz kerak bo'ladi. Jismoniy faollik oldidan uglevodlarni iste'mol qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yonida har doim tez hazm qiluvchi uglevod olib yurish kerak. Qandaydir shokolad, sharbatlarni iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Jismoniy faollikni me'yorda saqlash, ya'ni og'ir jismoniy mehnat qilgan va uzoq vaqt sport bilan shug'ullanganda yetarli miqdorda uglevod qabul qilish kerak, ya'ni
organizmdan hazm bo'lgan uglevodni o'rnini qoplash uchun to'satdan haddan tashqari jismoniy mehnat bo'lganda o'rnini qoplash uchun uglevod bo'lishi kerak va ko'proq to'satdan jismoniy faoliyatni kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Surunkali kasalliklarni nazorat qilib borishimiz kerak bo'ladi. Jigar va buyrak endokrin tizimli kasalliklar bo'lmasa, ularni o'z vaqtida davolash va shifokor nazoratida bo'lishni tavsiya etiladi. Buyrak yetishmovchiligi yoki jigar kasalliklari bilan og'rigan bemorlar uchun maxsus parhez stoli va dori vositalari tavsiya etiladi. Jismoniy faollik gipoglikemik koma bo'yicha zamonaviy tadqiqot ushbu holatning etiologiyasi, patogenezi, klinik ko'rinishi, differensial diagnostika, chuqur o'rganishlarga qaratilgan bo'ladi. Bu tadqiqotlar gipoglikemik komani rivojlanish mexanizmi va boshqa favqulodda holatlarni oldini olish uchun bizga kerak bo'ladi. Shuningdek, birinchi tipdagi qandli diabetning morfofunksional xususiyatlari, undan tashqari asoratlari, gipoglikemik koma bilan bog'liq bo'lgan jihatlarni biz o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu tadqiqotlarda diabetning nerv va immun tizimiga ta'sirini tahlilini o'rganamiz. Bundan tashqari gipoglikemik komaning klinik va biokimyoviy tekshiruv usullari, shuningdek shoshilinch tez tibbiy yordam bo'yicha zamonaviy metodlarni ishlab chiqish va bu usullarda bemorni hayotni saqlab qolish uchun va asoratlarini yengish uchun biz bir qancha choralarni ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ushbu tadqiqotlar gipoglikemik komani oldini olish, erta aniqlash, samarali va davolash usullarini takomillashga xizmat qiladi. E'tiboringizni so'rayman.